Bu maxraj va sifat mavzusining 3-darsi. Ikkinchi darsda biz tovush hosil qiladigan nutq a'zolarining ikkinchisi halqum haqida so'z boshlagandik. Halqumda 3 ta maxraj mavjud. Birinchisi eng ichkari chuqur qism. Bu yerda hamza va ha tovushlari chiqadi. Bu harflar haqida biz oldingi darsda gaplashgan edik. Ikkinchisi o'rta qism. Uchinchisi esa halqumning eng yaqin yuqori qismi, ya'niki rasmda ko'rib turganingizdek og'iz bo'shlig'idagi tilga eng yaqin yuqori qismi. Bugungi darsda asosiy e'tiborimizni halqumning o'rta qismiga qaratamiz. Bu joydan ikkita harf talaffuz qilinadi. Bular ayn va ha. Xo'p, keling, endi boshlaymiz. Yuqorida aytganimizdek, ha va ayn harflari halqumning o'rta qismidan chiqadi. Yana ham aniqrog'i, rasmda ko'rib turganingizdek, kichik til orqali chiqadi. Bu a'zoni xalq tilida hiqildoq deb ham ataladi. Hiqildoq bu til orqasida joylashgan yassi shakldagi kichik a'zo bo'lib, odam yutayotgan paytda ovqatning o'pka yo'liga tushib ketmasligi uchun o'sha yo'lni yopadi. Demak, ha va ayn harflarini to'g'ri talaffuz qilish uchun hiqildoqni nazorat qilishni o'rganish juda muhim. Keling, ayn harfidan boshlaymiz. Ayn tovushi havoni qattiq chiqarish bilan emas, balki tovush paylarini titratish orqali hosil qilinadi. Bunda tovush paylari yopiq bo'ladi. O'pkadan chiqadigan havo tovush paylarini turtib chiqadi va hiqildoqni o'zining orqasidagi halqum devoriga egish, ya'niki yaqinlashtirish natijasida hosil bo'ladi. Bunda hiqildoq halqum devoriga tegmaydi, balki ular orasida kichik bir tirqish, ochiq joy qoldiriladi. Aynan shu joydan havo siqilib chiqishi natijasida ayn tovushi yuzaga keladi. A ayn tovushi bir muddat ushlab talaffuz qilinadi. Masalan, ta'budu, ta'budu, wa'budu, wa'budu. Agar siz ayn harfini bitta so'z misolida kimgadir o'rgatmoqchi bo'lsangiz, biroz cho'zib talaffuz qilishingiz mumkin. Masalan, ta'budu, ta'budu, wa'budu, wa'budu. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda yuqoridagi o'qiganimizdan ko'ra aynni ko'proq ushlab turdik. Bunday o'qish nima uchun kerak deyilsa, albatta harf maxrajini o'rganuvchi yaxshiroq his qilib olishi uchun. Lekin siz tilovatda ham ayn tovushini haddan tashqari cho'zayotgan bo'lsangiz, bu ayn harfi noto'g'ri talaffuz qilayotganingizni belgisi bo'lishi mumkin. Shu bois Qur'on tilovatida bu darajada cho'zish kerak emas. Masalan, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Endi esa ha harfiga o'tamiz. Bu ham xuddi o'sha maxrajdan, ya'ni hiqildoq orqali chiqadigan ikkinchi tovushdir. Biroq bu safar hiqildoq ayndagi kabi orqaga, halqum devoriga ko'p yaqinlashmaydi, balki ha tovushini hosil qilishda hiqildoq ayndan ko'ra yengilroq ishlatiladi, ya'niki halqum devori tomon biroz egiladi xolos. Asosiy farq shundaki, ha tovushi kichik ochiq joydan o'tayotgan havoning ishqalanishi orqali paydo bo'ladi va shuningdek, ha tovushini hosil qilishda siz aynga nisbatan ko'proq havo chiqarasiz, ya'ni ko'proq muddat talaffuz qilasiz. Masalan, aynda bir harakat bo'ldi, a kabi. Hada esa ikki harakat, ah singari. Yuqorida biz ayn harfida tovush paychalarini yopiq bo'ladi va havo u yerdan turtib chiqadi degan edik. Ha tovushida esa ovoz paychalari ochiq bo'ladi va o'pkadan keladigan havo hiqildoq va halqum devori orasidagi joydan ishqalanib chiqadi. Masalan, ah, 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 dorot, ah, dorot, mahfuz, mahfuz. Demak, ayn harfi uchun hiqildoqni deyarli kichik bir tirqish qolgunga qadar halqum devori tomon egilar va havo aynan o'sha tirqishdan siqilib chiqishi natijasida
ayn harfi chiqar ekan. Ha harfida esa hiqildoq ozgina orqaga egiladi. Hiqildoq va halqum devori orasidan havo ishqalanib chiqishi natijasida ha tovushi hosil bo'ladi. Umumiy kichik bir xulosa shuki, bu ikki harf ayn va ha halqumning o'rta qismida aynan hiqildoq yordamida hosil bo'lar ekan. Biz bu ikki tovushlarni aniq va tiniq chiqarishda hiqildoq eng asosiy vazifani bajarishni bildik. Keling endi shu hiqildoqni yaxshiroq boshqarishga yordam beradigan ikkita oddiy usulni ko'rib chiqamiz. Birinchi foydali usul bu tomoq chayqayotgan holatni, ya'niki g'arg'ara holatini mashq qilish. Chunki bunda bo'yningiz shu holatda bo'lsa, ayn harfini mashq qilish va hiqildoqni nazorat qilish ancha osonlashadi. So'ngra a tovushidan boshlaysiz. Ya'ni og'izni to'liq ochib, alif tovushi bilan bu tovushni asta-sekin yuqoriga, halqum tomonga ko'tarib borasiz, toki u unli harf emas, balki to'g'ri ayn tovushiga aylanganini eshitasiz. A. Yana bir foydali usul orqangizga yotib olib ayn va ha harflarini mashq qilish. Bu holatda mashq qilish ayniqsa hiqildoqni boshqarishni keyinchalik tik turgan holda ham amalga oshirishda juda yordam beradi. Bir muhim tavsiya: agar siz bu ikki tovushni hali yaxshi bilmasangiz, ha harfidan boshlash osonroq bo'ladi. Sababi ha yengilroq va aksariyat odamlar uchun talaffuz qilishda osonroq. Keyin esa hadan asta-sekin orqaga surilib, ayn tovushini hosil qilishga o'tishingiz mumkin. Xo'p, endi bu tovushlarning qanday hosil bo'lishini tushunib olganimizdan so'ng, keling, ayn va ha harflariga oid eng keng tarqalgan xatolar haqida gaplashamiz. Avvalo, ayn harfi bilan bog'liq xato. Birinchi keng tarqalgan xato bu hiqildoqni haddan tashqari orqaga surib yuborish. Bu esa ayn harfini keskin, qirqilgan tovushga aylantiradi. Natijada ayn tovushi davom etmaydi, ya'ni yumshoqlik va oqim yo'qoladi. Ayniqsa ayn so'z o'rtasida kelganda, bu xato bilan so'z ikkiga ajralib ketgandek tuyuladi. Bu esa albatta to'g'ri va chiroyli qiroat uslubiga zid bo'lib, tinglovchiga ham yoqimli eshitilmaydi. Na'budu. Aksincha, ayn tovushi quloqqa yoqimli va yumshoq eshitilishi kerak. Eng muhimi, to'g'ri tovush chiqarayotganingizni bilish uchun uni biroz cho'zib ko'ring. A kabi. Agar siz uni ozgina cho'zishga erisha olsangiz, demak to'g'ri yo'ldasiz. Ammo tovush darrov to'xtab qolsa yoki cho'zilmasa, bu sizni ayningiz juda qattiq chiqayotganidan darak beradi. Bu holat ayniqsa so'z o'rtasida kelsa, so'z ikkiga bo'lingandek eshitiladi va bu esa qiroatda jiddiy xatoga olib keladi. Ikkinchi keng tarqalgan xato bu halqum devori bilan hiqildoq orasida juda katta ochiq joy qolishidir. Bu holatda ayn to'g'ri talaffuz qilinmaydi va natijada tajvid ilmida bu holatga suzuvchi ayn deyiladi. Masalan, na'budu. Demak, bu holdagi ayn tovushi aslida haqiqiy ayndan ko'ra alifga o'xshab ketadi. Ya'ni halqumning chuqur qismidan chiqishi kerak bo'lgan tovush emas, balki oddiy ochiq unli tovushga o'xshaydi. Ko'proq mashq va sabr bilan bu tovushni to'g'ri talaffuz qilishga albatta erishasiz, inshaalloh. Va nihoyat ba'zida uchraydigan yana bir xato bu ayn harfiga sukun holatida qalqala qo'shish. Masalan, na'budu. Innahu ya'lamul jahr. Ayn esa qalqala harfi emas. Innahu ya'lamul jahr. Endi esa ha harfiga oid birinchi keng tarqalgan xatolar haqida gaplashamiz. Bu xato ha'ni xato qilib ha tarzida talaffuz qilish. Ya'ni bunda arab tilidagi chuqurroq ha o'rniga oddiy, yengil ha kabi aytiladi. Bu holat odatda hiqildoqni umuman ishlatilmaganda sodir bo'ladi. Bu ayniqsa birinchi marta ha tovushini mashq qilayotganlar yoki hali hiqildoqni to'liq nazorat qilishni o'rganmaganlar orasida tez-tez uchraydi. Masalan, ahva. Bu ikki tovush o'rtasidagi farqni bilish juda muhim. Chunki bunday xato so'zning ma'nosini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun ha'ni aniq va tiniq talaffuz qilish kerak. Faj'alahu ghusaan ahwa. Yana bir keng tarqalgan xato bu ha va ayn harflarini ketma-ket kelganda
ularni bir-biriga qo'shib yuborish, ya'ni ularni aralashtirib bitta tovushdek talaffuz qilishdir. Masalan, fasfa'inhum, fasfa'inhum. Shunday ekan, agar ha va ayn harflari ketma-ket kelsa, avvalo birinchi harfni to'liq va aniq talaffuz qilganingizga ishonch hosil qiling. So'ngra ikkinchi harfga o'ting. Fasfa'inhum, fasfa'inhum. Darsimizga xulosa o'rinda shuni aytmoqchimanki, ha va ayn harflari arab tilidagi eng murakkab tovushlardan biri bo'lishi mumkin. Ammo shuni unutmangki, qanchalik ko'p mashq qilsangiz va Qur'onni ko'proq tilovat qilsangiz, bu tovushlar asta-sekin siz uchun osonlashadi, inshaalloh. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar siz Qur'onni arab tilida o'qish va tushunishni boshlamoqchi bo'lsangiz, unda sayohatingizni aynan shu yerdan boshlang. Yana ko'rishguncha.